tanidinglar a. BMWning 5-seriyasi. BMWga qiziqadigan akalarimizga ko'rsatib o'tamiz. Mashina 2011-yilda ishlab chiqarilgan. 187.600 km yurgan. Holati zo'r, qattiq udar yo'q. Yo'q yoqda kraskasi bor ekan, lekin full option. Hop, 520 dizel. Mashinaning holati zo'r ekan. Narxiga to'xtalib o'tsam, hop, narxi 4,5 million won. Rosa nima deydi, bosib oladigan joyi. Hop, endi salonlarni ko'rib chiqamiz. Navorat hamma yo'q bor. Sidina pamit deymizmi, elektronika 2011-yilda ishlab chiqarilgan. Hamma yo'q ishlab turibdi. Mashinaning holati yaxshi ekan. Orqa sensor kameralar, lukni ozgina ochib qo'ydim, masalan, bemalol ko'rishingiz mumkin. Haypaslari ham bor ekan, kadrni qo'yib qo'ysangiz bo'ldi. Sidinalar, o'rindiqlar holati ham zo'r ekan. Orqa tarafdan ko'rinishini ham ko'rasiz. Motor qismini ham ko'rsatib o'tay. Kapotlar yechilmagan ekan. Toza ekan endi kapotlar. Bagajnikning holati ham zo'r ekan. Kimda qiziqqan akalarimiz bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar.